Yaxshinko Pashukov Fransiyada zarba. Emiliano. 123-daqiqa. Agar bu to'p darvozaga kirganida, Lionel Messi hech qachon jahon chempioni bo'lmas edi. Bir soniya, bir seyf va butun futbol tarixi o'zgardi. Bu oddiy final emasdi. Bu Messining taqdiri edi. Kelinglar futbol tarixidagi eng go'zal finallardan birini birgalikda eslaymiz. Siz videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshladik. ...2022-yil 18-dekabr Qatar, Lusail. Bir tomonda 35 yoshli Lionel Messi. Uning buyuk futbol faoliyatida faqat bir narsa yetishmasdi. Jahon chempionligi. 2014-yilda u finalgacha yetib kelgan, ammo hal qiluvchi uchrashuvda mag'lub bo'lgandi. Endi esa bu uning so'nggi imkoniyati bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi tomonda esa 23 yoshli Kylian Mbappe. U allaqachon jahon chempioni edi. Tezkor, xavfli va bosim ostida ham sovuqqon. Argentina bu turnirni Saudiya Arabistoniga qarshi kutilmagan mag'lubiyat bilan boshladi. O'sha kuni ko'pchilik Messining ertaga shu yerda tugadi deb o'yladi. Ammo aynan o'sha mag'lubiyatdan keyin Argentina o'zgardi. Ular alohida futbolchilar to'plamidan haqiqiy jamoaga aylandi. Fransiya esa finalgacha ancha ishonchli yetib keldi. Mbappe porlayotgandi. Uning tezligi va gollari Fransiyani yana bir chempionlik sari olib borayotgandek ko'rinardi. Final arafasida butun futbol olami bir savolni berardi. Bu Messining ertagami yoki Mbappe davrining boshlanishi? 18-dekabr oqshomida bir narsa aniq edi. Bu oddiy futbol uchrashuvi bo'lmaydi. Ammo hech kim 80-daqiqada nimalar yuz berishini tasavvur ham qila olmasdi. O'yin boshlandi. Va Argentina dastlabki daqiqalardanoq nazoratni o'z qo'liga oldi. Ular agressiv pressing qildi. To'p uchun kurashlarda ustunlik qildi. Fransiyaga esa erkin nafas olish uchun ham imkon bermadi. 23-daqiqa. Angel Di Maria jarima maydonida yiqitildi. Penalti. To'p qarshisida Lionel Messi. Finaldagi ulkan bosim, millionlab insonlarning nigohi. Ammo Messi sovuqqon edi. Zarba va gol. Argentina 1-0 hisobida oldinda. Oradan 13 daqiqa o'tdi. 36-daqiqa. Argentina yana hujumga o'tdi. Messidan McAllisterga, McAllisterdan Di Mariaga. Bir teginish, bir zarba va gol. 2-0. Bu Argentina ijrosidagi deyarli mukammal qarshi hujum edi. Fransiya esa maydonda yo'qdek ko'rinardi. Mbappe esa deyarli to'pga tegmayotgandek edi. Fransiya birinchi bo'lim davomida Argentinaning darvozasi tomon birorta ham aniq zarba bera olmadi. Didier Deschamps birinchi bo'lim tugamasdan ikkita futbolchini almashtirdi. Jahon chempionati finalida bunday qaror juda kam uchraydi. Bu oddiy taktik o'zgarish emasdi. Bu xavotir belgisi edi. Bu o'yin taktika va xarakter sinovi edi. Zinedin Zidan. Birinchi bo'limda Argentina deyarli mukammal edi. 70-daqiqagacha maydondagi deyarli hamma narsa Argentinaga tegishli edi. Ular to'pni nazorat qilardi, vaziyatlar yaratardi va Fransiyaning asosiy quroli bo'lgan Mbappeni o'yindan uzib qo'ygandi. Argentina futbolchilari kubokka tobora yaqinlashayotganini his qila boshladi. Ammo futboldagi eng xavfli natijalardan biri bu 2-0. Chunki bitta gol hamma narsani o'zgartirishi mumkin. 80-daqiqada esa aynan shunday bo'ldi. 80-daqiqa. Argentina allaqachon kubokni his qilayotgandek edi. Lekin futbol hech qachon hakamning so'nggi hushtagidan oldin tugamaydi. Nicolas Otamendi Kolo Muani bilan kurashda xatoga yo'l qo'ydi. Penalti. To'p qarshisida Kylian Mbappe. Uning yuzida qo'rquv yo'q edi. Faqat sovuqqonlik, zarba va gol. 2-1. Bir lahzada stadiondagi muhit o'zgardi. Fransiyalik muxlislar uyg'ondi. Argentinalik muxlislar esa jim bo'lib qoldi. Ammo bu hali boshlanish edi. Oradan atiga 97 soniya o'tdi. Mbappe hujumni boshladi. To'pni oldinga uzatdi, javob uzatmasini qabul qildi va to'pni yerga tushirmasdan aniq zarba berdi va gol urdi. 2-2. 2 daqiqa, shunchaki 2 daqiqa ichida butun final qaytadan boshlandi. Bir tarafda shok. Argentina futbolchilari nima sodir bo'layotganini tushunishga urinardi. Messi maydon markazida qotib qolgandek edi. Emiliano Martinez qo'llarini keng yoydi. Lionel Scaloni jim turardi. Ikkinchi tarafda esa ishonch. Mbappe qo'llarini ko'tardi. Fransiya yana tirik edi.
Biz hech qachon taslim bo'lmadik. Bir lahza yetarli edi. Kylian Mbappe. Bu futbol tarixidagi eng aqli bovar qilmas finalga aylanmoqda. Mbappe finalni yolg'iz o'zi o'zgartirdi. Rio Ferdinand. Fransiya bir necha daqiqa ichida pressingni keskin oshirdi. Argentina markazida bo'shliqlar qoldira boshladi. Mbappe esa o'zining tezligi va harakatidan foydalandi. Bu faqat individual mahorat emasdi, bu xarakter edi. Hisob 2-2. Bir soat oldin maydonda Argentinaning yakka hukmronligi bor edi. Endi esa hammasi noldan boshlanardi. Messi boshini egmadi. Mbappe esa bayram qilishga shoshilmadi. Ular bir-biriga qarama-qarshi turgan ikki avlod edi. Bu endi shunchaki futbol uchrashuvi emasdi. Bu meros uchun jang edi. Ammo finalning eng katta lahzasi hali oldinda edi. Qo'shimcha vaqt, yana 2 ta gol va butun dunyoni o'zgartirgan bir seyf. Futbolchilarning deyarli barchasi charchagan edi. Har bir harakat og'irlashdi, har bir yugurish kuch talab qilardi. Har bir nafas oxirgisidek tuyulardi. Bu Lionel Messining faoliyatidagi so'nggi jahon chempionati bo'lishi mumkin edi. Va endi uning taqdiri atiga bir necha daqiqaga bog'liq edi. 108-daqiqa. Argentina yana hujumga o'tdi. Lautaro Martinez zarba berdi. Darvozabon to'pni qaytardi. Ammo Messi hammadan oldin harakat qildi. U to'pga birinchi bo'lib yetib bordi. Zarba va gol 3-2. Messi qo'llarini ko'tardi. Bu oddiy gol nishonlash emasdi. Bu yillar davomida uning yelkasida turgan og'riqning tashqariga chiqishi edi. Bu yillar davomida berilgan savollar edi. Bu amalga oshishga bir qadam qolgan orzu edi. Bu Messi uchun yozilgan final edi. Thierry Henry. Messi allaqachon buyuk edi. Endi u to'liq bo'ldi. Ammo futbol yana bir muhim burilishni tayyorlab qo'ygandi. 118-daqiqa. Fransiya so'nggi kuchi bilan hujum qildi. Zarba Montielning qo'liga tegdi. Penalti. Mbappe yana to'p qarshisida. U finalda allaqachon 2 gol urgandi. Ammo endi u tarix yozishi mumkin edi. Zarba, gol, 3-3. Jahon chempionati finalida hat-trick. Bu futbol tarixidagi eng noyob natijalardan biri. Messi 35 yosh, Mbappe 23 yosh. Bir tarafda faoliyatining cho'qqisiga chiqishga urinayotgan afsona, ikkinchi tarafda futbolning kelajagini o'z qo'liga olayotgan yangi yulduz. Bir tarafda yakun, ikkinchi tarafda esa boshlanish. Hisob yana teng edi. Endi bu final mantiq chegarasidan chiqib ketgandi. Bu endi shunchaki taktika emasdi. Bu kim oxirigacha bardosh bera olish haqidagi jang edi. So'nggi daqiqa. Con el Bushuko Fransiyada zarba! Emiliano! Emiliano! Bir lahza, bir harakat, bir seyf. Ammo bu oddiy seyf emasdi. Bu seyf kubokni saqlab qoldi. Bu seyf Argentinaning orzusini saqlab qoldi. Bu seyf Lionel Messining merosini saqlab qoldi. Agar o'sha to'p darvozaga kirganida Messi hech qachon jahon chempioni bo'lmasligi mumkin edi. Ammo to'p kirmadi. Final 3-3. Endi jahon chempionini futbol mahorati emas, asablar aniqlardi. Penaltilar seriyasi. Endi hech qanday murakkab taktika yo'q, hech qanday kombinatsiya yo'q. Faqat futbolchi, to'p, darvozabon va asab. Bu yerda oyoqlar emas, ruhiyatlar kurashardi. Penaltilar seriyasi boshlandi. Mbappe zarba berdi va gol. Messi oldinga chiqdi. U sekin yurdi, darvozaga qaradi va to'pni darvozaga yo'lladi. Gol. Kingsley Coman zarba berdi. Emiliano Martinezdan seyf. Aurelien Tchouameni to'p qarshisida zarba va tashqariga. Endi esa Argentina ustun edi. Ular sovuqqonligini saqlab qoldi. So'nggi zarba uchun Gonzalo Montiel oldinga chiqdi. Yugurdi, zarba va gol. Argentina jahon chempioni. Lionel Messi tiz cho'kdi. Argentina futbolchilari maydonga yugurib chiqdi. Tribunalarda odamlar yig'lardi. Ko'chalarda millionlab insonlar bir-birini quchoqlardi. 36 yillik kutish tugadi. Bu futbol tarixidagi eng buyuk final. Men hech qachon bunday finalni ko'rmaganman. Thierry Henry. Biz qaytamiz. Kylian Mbappe.
Bu g'alaba faqat Argentina uchun emasdi, bu Lionel Messining merosi uchun ham edi. Endi u shunchaki buyuk futbolchi emasdi, u jahon chempioni edi va shu lahza bilan futbol tarixidagi bir davr o'z yakuniga yaqinlashdi. Lionel Messi Chempionlar Ligasi finalida gol urgan. U klub futbolida deyarli barcha sovrinlarni qo'lga kiritgan. U 7 marta oltin to'p sohibiga aylangan. Ammo uning faoliyatida bitta savol doim takrorlanardi. U jahon chempioni bo'la oladimi? U Diego Maradona bilan tenglasha oladimi? 2022-yil 18-dekabr kuni bu savollar yopildi. Messi jahon kubogini ko'targan paytda Argentina faqat chempionlikni his qilmadi. Ular yengillikni his qildi. Ular yillar davomida kutgan orzusining amalga oshganini ko'rdi. Ammo bu final faqat Lionel Messi haqida emasdi. Kylian Mbappe jahon chempionat finalida hat-trick qayd etdi. U Fransiyani 2 marta mag'lubiyat yoqasidan olib chiqdi. U o'sha kecha yutqazdi, ammo butun dunyoga kelajak aynan unga tegishli bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Bir davr tugayotgandi, boshqa bir davr esa boshlanayotgan edi. Ko'pchilik bu uchrashuvni jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk final deb atadi, chunki unda hamma narsa bor edi. Gollar, qaytishlar, xatolar, qahramonlik, umidsizlik va so'nggi soniyagacha davom etgan kurash. Ba'zi o'yinlar statistikada qoladi, ba'zilari xotirada. Juda kam o'yinlar esa tarixga aylanadi. Biz o'shagacha shunchaki futbol ko'rmadik. Biz ikki avlodning to'qnashuvini ko'rdik. Biz afsonaning eng katta orzusiga erishganini ko'rdik. Va yangi yulduzning kelajak uchun da'vo qilganiga guvoh bo'ldik. Bir soniya, bir seyf, bir penalti. Va 36 yillik kutishning yakuni. 2022-yil 18-dekabr kuni Lusail stadionida futbol tarixi qaytadan yozildi. Va ehtimol biz boshqa hech qachon bunday finalni ko'rmasmiz.